O'zgacha kayfiyat, samimiy tilaklar, ayni daqiqalarda tabrik vaqti. Tabrik. Alo, assalomu alaykum. Sog'lik. Ayni damda tavallud ayyomlarini nishonlayotgan Umidaxon opajonimiz bilan bog'landik. Adashmadikmi? Yo'q, adashmadim. Opajonim, yaxshimisiz? Sog'u salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q, bezovta qilmadim. Minnatdormiz opajonim. Ayni daqiqalarda biz sizga tabriklar va qutlovlar radio loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Kamina ushbu loyiha boshlovchisi Shahloxon bo'laman. Avvalambor sizni bugungi shukronalik, shodiyonalik, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimizdan loyihamiz nomidan muborakbod etamiz. Sizga yaratgan egamdan uzoq umr, sihat, salomatlik, chiroyli, baxtli hayot tilaymiz. Hamisha Allohimning panohida bo'lib, orzularingiz ro'yobini ko'rib, dunyodagi eng baxtli, eng omadli insonlar qatorida bo'lib yurishingizga tilakdoshmiz opajonim. Voy, rahmat. Opajon, siz bundanda ko'plariga munosibsiz. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz munosabati bilan o'zgacha tarzda tabriklab, kayfiyatingizga a'lo kayfiyat qo'shish maqsadida juda ham yaqin mehribonlaringizdan dil izhorlari bitilgan tabrik xatlari kelib tushgan ekan loyihamizga. Nima deb o'ylaysiz opajonim? Ushbu tabrik xatini, dil izhorlarini qaysi bir yaqin insoningiz, mehriboningiz yozib qoldirgan bo'lishlari mumkin. Kimlardan kutmoqdasiz? Bir taxmin qilib ko'rasizmi? Ha, shunday bo'lishi mumkin. Albatta, ularning ismlarini ayta olasizmi? Albatta opajonim. Aynan qay birlaridan ko'proq kutmoqdasiz? Kimlardanmi? Opajon, siz biroz yanglishmoqdasiz. Maylimi, sizni qiynamasdan o'zim yordamlashsam? Minnatdorman. Sizni juda yaxshi ko'rguvchi barcha yaqinlaringizning, jigarlaringizning nomidan mehribon, joningizga jondosh, qoningizga qondosh singiljoningiz Zulxumorxon opamiz tomonidan kelib tushgan ekan ushbu dil izhorlari opajonim. Ularga sherik bo'lgan holda otajoningiz Isroiljon otamiz, onajoningiz Zarafshon onajonimiz,